Lekin detsk plashatka zo'yibdi, parkovkamiz yo'q. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan 5-mikrorayon 35-maktabning orqasida 4 etajga domning 4-etajda bir xonali kvartiramiz obzorga keldik. Obzorni ko'rsatamiz, qolgan ma'lumotlarni yana sizga yetkazamiz. Ana, parkovka, moshina qo'yishga muammo yo'q, parkovkasi ham bor, detsk plashatka ham bor. Mazza qilib bolalar o'ynaydi, maktab o'qisa problema yo'q. Ketdik obzorga. Ana, qadrdonlarimizga kvartiraga kirdik. Ha, perxoshka qismimiz. Perxoshkamizga bitta perxosh shkaf qo'yilgan. Bu yerda bemalol lish narsalar qo'ysangiz bo'ladi. Ana, ko'pina qilib qo'yilgan. Bu yoq esa zalimiz. Zalimiz ham kengina mo'ysha abo'chalar qilingan va kipsa kartonlar qilib, chiroyli lustracha osilgan. Bu yerda konditsionerimiz bor va televizorimiz bor. Bu yoq esa ana akfacha treza qilingan, alyuminiy radiatorlar qo'yilgan maktab 35-maktabning orqasiga. Bir qadam maktab o'qishda problema yo'q. Mana bu esa sanuzilimiz, ana qadrdonlarim. Sanuzilimiz patologgacha kafir qilingan. Kirasiz, yashaysiz maza qilib. Bu yoq esa kuxna, kuxnimizning kattaligini qarang. Kengina kuxnimiz, kuxni garnituralar qilib, vichkalar qo'yib, gazlar qo'yib, mana bu yoqqa sharoitcha qilib taxlaganlar. Xolodilniklari bor, mo'ysha abo'chalar qilingan, chiroyli lustralar qo'yilgan. Mana bu esa o'tirib ovqatlanishga stol-stulcha qo'yilgan, televizorchasi ham bor. Qadrdonlarim. Lokatsiyasi devonacha. Kvartiraning narxi ham devonacha. Kvartiramizning kvadrat metri 40 kvadrat metr. Barcha jihozlari qoladi. Bitta so'qil. Kvartiramiz narxini bitta lakcha o'zing qadrdonim keyin aytaman. Narxi shkolatcha. Bo'lasizmi? Kvartiramiz narxi 26500, yana savdolashga zazorchasi bor. Naqd pul bilan keling, yana kelishamiz. Ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beraveramiz, muammo yo'q. Bizning obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni qadrdonim. Bu obzorni do'stlaringizga tarqatinglar. Feras agentstvaga obuna bo'lishni unutmang qadrdonim. Bunaqa obzorcha bundaga chiqmaydi. Joyi ham zo'r, lokatsiyasi ham zo'r. 5-mikrorayon, 35-maktabning orqasida farzandlaringiz bera maktabga borish uchun, bog'cha borish uchun yo'l ustiga chiqib o'tirmaydi. Parkovka muammo yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, soqqan tashang, shu kvartiraga kelib yashang.